Bu joyda qilib tashlashimiz kerak bo'ladi-ku. Nega? Agar yengil mashina yetolmayapti orqamdan. Olg'on qilmayaptimi? Vobshe yetolmayapti. Salvi tan olaman. Pustoy lekin shu pustoy holatiga ham yengil mashina yetolmayapti orqadan. Agar ko'pincha bizga mashina qolib ketib yetolmay bo'ydan dedi. Bu padyonda qolib ketdi, oxirgi padyonda. Yani? To'g'ri, katta mashinalarni solishtirib bo'lmaydi. Pustoy holati lekin realmente yengil mashina yetolmayapti yana tepaga qarab chiqishdi. Mana xudo xolasa tugalga yetib oldi ekan. Tugalda videoga olish mumkin emas. Iloj boricha kamerani kelayotganda pasaytirib turib, eksklyuziv bo'lar ekan bunda. Tugalga ham yetib oldi xudo xolasa. Birinchi tunnel. Tunneldan o'tib, ikkinchi tunnelga o'tamiz. Shu bilan pastga qarab yo'g'imda yo'q seni ketsan ko'nglingiz to'q ehtiyolar. Birinchi tunneldan xudo xolasa o'tib oldik. Nasib bo'lsa ikkinchi tunnelga qarab ketyapmiz. Birinchi tunneldan o'tgandan keyin baribir padyom yo'q. İkinci tunnelga tushib o'tganimizdan keyin shu pastga qarab chiqib tushib boramiz. Bunda ikkita kuzey borib bor, juda ham odam aldab qo'yadi ekan. Maqtovlari yog'dilar foydam tikkuncha. Boshimni egarlari yerga tikkuncha. Oz emas. Mana nihoyat ikkinchi tunneldan ham o'tyapmiz, xudo xolasa. Bu yoqqa faqat pastga qarab tushamiz. Ko'rinishimiz bilan albatta. Umuman tormoz bosmasdan faqat ko'rinishimiz bilan tushishga harakat qilamiz, chunki kavatga qisib ketsa, boshida tormoz hatkaz berib qolishi mumkin. Bu yoqda tormoz ishlamay qolsa chiqish uchun. Tormoz to'xtatib olasiz. Boshdan to'xtatib olasiz, tepaga chiqib. Ko'pmi bunaqa yo'lda? Nimalar bo'lib ketdi aka? Har qachon yonimda. Yo'lda yursangiz ko'ra olgansiz aka. Yaxshimi ham yomonni ham. Hozir orqamizga mazkur tortib kelyapmiz. Yosh kattaroq dod ekanlar. Yo'lda bizning qoldi Andijonga taxminan bir 100 kilometr yetmasdan qolganlar yo'lda. Cho'l odam ham yo'q yo'qda. Tushsam endi qolganman-da yo'lda. Tushsam ana dodamning ko'zlaridan yosh oqyapti. U yosh yig'lamayaptilar. Shu darajada shamol ko'zigacha nima qilganda, og'rib ketganda ko'zlari. To'xtab arqonda tortib kelyapmiz, mana orqada har uzilganda arqon bechora ming xijolatda to'g'ri. Sizlarni ham yo'ldan qoldirdim, sizlarni vaqtingizni oldim. Agar unaqa bo'lsa, biz vaqtimiz olganingizda biz to'xtamas edik. Yo'limiz qanday yo'ldan qoldirasiz ham, baribir ham dedi bechora to'g'ri. Ming xijolat bilan orqada kelyapti, mana shamolni ko'rsating, haligacha shamol tingan yo'q. Qaraydi, salkam 100 kilometrga yaqin tortib kelyapmiz. Nima necha pul so'rayman yoki nima shart beraman bu tog'aga? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir aytaymi, keyin aytaveraman. Videoda ko'rib olasiz. Videoda ko'rib olasizlar, bo'lmasa Videoda ko'rasiz. videoda ko'rib olasizlar. Agar videoda tushmasa, endi bari tashqari shamol. Hozir videoda yaxshi ko'ryaptimi yo'qmi bilmadim. Videoda ko'rishmasa, ham kirib keldik mana xudo xolasa. O'zingiz gapirib berasiz. Agar videoda men bergan shart sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, mayli. Aksiya qo'ymaydi, umuman kuzatmaylar meni. Nima desanglar, 100 ming ko'rib qo'shilib ko'rsatib qo'yinglar. Men roziman. Agar video sizlarga yoqadigan bo'lsa, maksimal tarqatasizlar, like bosib, repost qilib, tarishga yuborib qo'yasizlar. Qo'yamga xudo xolasa, videoni davomini ko'rishingiz bo'ladi. Senin hamkaringa yarasam degan. Zalimni sen bilan ko'rgayman bahar.
Akıncı. Videonu esme çıktı. 3 marta arqonni uzilib arqonlar hozirgi eskigan. Keyin bitta fura chagan to'xtatdik. Yaxshi remen berdilar. Nomeringizni bering dedim, ertaga Andijonga siz 200 bo'shatganingizcha olib beraman remenni desam, nima dedilar? 900 nechi dirham, uni videoda ko'rasizlar. 901 BBA. Furani shopiri sizga olavering. Odamlar faqat yaxshilik qoladi, kerak emas. Roziman dedilar. Yaxshi bo'lish mumkin emas. O'zi bu tog'ga kelgan yaxshiligimizni o'zimiz xursand ketyapmiz. Lekin u furachini gapini eshitib, yana ham bir nimamiz nima deydi? Insonlardan o'zimcha o'yladim. Hali insonlarda shopirlarda odamga yaxshilik bor ekan, bir-birimizga hurmat. Mana o'sha sekin-sekin tomoq ham ketishni boshladi. Bilmayman nimadan bu. Xullas yaxshi mana. Kelyapmiz, sekin shoshilmay 50-40. Zo'r. Tungi soat, o kamera. 1dan 8 minut o'tdi. Biza Andijonga уже 40 minut xolos, 20 kilometr qoldi. ko'ryapti mashina orqada. Ha, kelyapti orqada. Avariya yoqib. Safarimiz hali davom etadi. Biz mazaga xulimiz hozir bor. Xurrak shunaqa xurrak otsam ham hech kim bilmaydi. Xurrak bir kim xurrayotganini. Hamma xurraychilar. Hamma xurraychilar shu. Mazaga xulimiz. To'yib. Ertalab salkam 10dan beri shu mashinani ichidamiz. Mana shu yo'lda kelganda yo'lda ko'p uxlamay yuradi. Shu furachilar. Ha. Furachilar ko'p uxlamay yuradi. Aka mana shu ketaverasizda miya o'chib qoladi, tushunasizmi? Uyqu shunaqa keladi. Ketyapsiz, ko'zingiz ochiq, lekin uxlab ketasiz, tushunasizmi? Ha. Men nimadan qatnardim, vohada Toshkentga qaytayotganimda akam o'ylardimda, G'aldoroldan qanday o'tdim? Jizzax Perevondan qanday o'tdim deymanda, o'tib olaman, eslolmayman qanday o'tganimni, tushunasizmi? Shu darajada shu miya o'chadi, lekin tanishlayveradi. Yetib kelgandan keyin sal bet qo'limni yuvaman, o'ylayman, qanday o'tdim men yerdan? Jizzax Perevondan qanday o'tdim deyman. Bilmayman, lekin o'tdim, qayda kelyapman, lekin esimda yo'q qanday o'tganim. Shu darajada bo'lib ketadi. Shuni orqasidan juda ko'p avariyalar bo'lib, ko'p shofyorlarimiz kimdir otasi, kimdir farzandi qolib ketyapti. Iloji boricha ustozimizni bir gaplari bor edi. Yo'l xatoni kechirmaydi degan. Yuqinglar kelmaymiz, razil qilmaydi, dam olmaydi. Misol, ko'p sho'bralarimiz shoshib, yukim shoshilinch, olib borishim kerak. Birov rahmat aytmaydi, meni yukim bo'lib ketdi, shoshilib, shunaqa bo'lib qoldi demaydi. Falokat shuncha yukim rasvo qildi, o'zi o'lib ketdi, meni prosta shunchaga yondirib ketdi deydi, isvoz. Shuning uchun sizlar joninglar faqat o'zingizga kerak, oila a'zoinglarga kerak. Qolganiga qo'pol qilib aytganda, ko'p bo'lgan holatda yuqinglar keldi, rasvo uxlaydi, ammo ana o'sha Sen Kepol'un aslında 15 kilometre kaldı. Farkı yok, 5 kilometre kalmaydı, uygun gizli ortam kuruyor. Çünkü başta kovadan çıkarma geliyor. Çünkü 2 marta bu geldi elimden. 2 marta bu geldi. Bugün ketiyem ben, şu gözümü açsam şu yol remont böyle gerekende. Yol yok bu geldi. Bunu streçliği ötüp, streçliğinden ötü geçiş gerekiyor. Sal koyanda. Sonra durun var, topta koyanda. Diyarbakır'da bo'lgan, Jizzaxda bo'lgan, shu ko'zimni ochsam yo'l chetida ketyapman. Daraxtlar, yo'lda chiqib ketyapman, shunaqa ham bo'lgan. 3-chi bo'lmaslik uchun uringan joyda o'tib uxlaydigan bo'lganman. Shunisi yaxshi. Yaxshi. Shunaqa. Yana bitta uyquni qochirish zo'r life-hack yo'llari bor. Sho'bralarimiz qo'llaydi. Qo'shadi, baland qilib cho'l bo'lib qo'shilib aytadi. Qo'shilishni aytishadi.
yana bitta agar sherigilar bo'lsa, ana miyaga qaqshat qilib zarba beradigan gaplar aytib turadi. Azoblash xizmati. Ya misol masalan bunday turib hiç o'ylab ko'rganmisiz? Bitta osh qoshiqida nechta guruch bo'ladi? Ana miyasi uradi. Keyin mahallani boshiga olabuni kuchi bor-ku, har kim o'tganda qo'li yegan. O'sha gap aytganingizdan keyin soat necha bo'ldi deysizda, ha degandan keyin. O'shani yana o'ylaydi. Hozir mendan kuch haqida so'rayapti. Kuch haqida gapirdi, soat so'rayapti. O'shaqa chavida savollar bersa miyani harakat keltiradi yana. Zavod bo'ladi. Ana o'chib qolgan miyaga ozgina paxmen bilan zavod qilib yuboradi. Shunaqa yo'llari ham bor. Yana bitta yo'li bor, menga o'xshab o'zinglar gapirib yurasizlar. Shu. Men muhimi sog' salomat kelyapmiz. 10 kilometr 15 kilometr yo'limiz qoldi. So'rab olibdi, nima qilasizlar? Olib ketasizlarmi yo palov o'tsinmi? Ipsi kerakmi? Menga ham kerak emas ketdi topgani. Bo'ldi. Bo'lmasa qolarsiz. Hozirchi Ma'lumotni boylab qo'ying. Ha, telefoningiz bor ekan. Rahmat ukalar. Gaplashib Safaringlar beradi. Unaqasi ketmaydi, unaqasi ketmaydi lekin. Yo'q. Shuncha joydan shuncha joydan olib Necha kilometrdan keldik? Necha kilometrdan keldik? 100 kilometrdan oshib ketdik. Hozir Bitta shartim bor ekan. nima sharti? Kimgadir yordam berganmidingiz? Ha endi men ham esimdan chiqib ketganda. Qarz uzmoqchi bo'lsangiz, kimdir qolib ketgan bo'lsa o'shanga yordam bering. Ha gap yo'q. O'shanda qarz uzilib ketadi. Mana ish qiladi, ko'p ish qiladi bu. Shunaqa qiladimi? Ha, shunaqa qiladi. Hozir aytib kelyapti-da. Qarz uzmoqchi bo'lsangiz, kimgadir to'xtab uzilib qolsa yordam bering. Mashhurmi? Menga kelyapti. Qayta dunyoga oshna deyapti o'zi qarang. Men ko'p bo'ladi bunaqa narsada. To'plarda bo'ladi. Yangi mashinamda ko'p qolib ketganman. Endi kimdir yordam bersa, misol Oshnami keladi. Xursandchilik aylanib keladi desa, mana pullar tegadi, anaqa bo'lib sog' bo'lsin. Videoga rozi bo'lasiz. Video omadingizlar uchun rozi bo'ldi mana nima qilib. Xudo xolasa. Charchamanglar, tamom. Suyunimiz bu yoqda bo'lmasa olib ketadi ya oxirigacha. Uzr ming bor, sizni ham yo'ldan qoldirdik, sizni ham ovora qildik. Agar yo'ldan qoldirganingizda ovora bo'lganimizda biz to'xtamas edik desam ham baribir xijolat bo'lyapman deb mana olib kelib qo'ydik. Men bildim bizdan nima xizmat deyishlarini. O'shanga men bizdan nima xizmat deyishlariga aytaman. Agar qarzingizni uzmoqchi bo'lsangiz, u kim o'chib qolganda обязательно to'xtab, nima xizmat, nima yordamni to'xtang desam hozir deb qoldilar. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mashina qilib, misol menga kimdir yordam bergan, mana men ham yordam beryapman. Sizlar ham uzilib qolsangiz, sizlarga kimdir yordam bersa, shunday qilib sho'pirlar o'rtasida bir-birimizga nisbatan hurmatni, bir-birimizga o'xshagan insongarchilikni, yordamni mana shunaqa video roliklar orqali yoki bo'lmasa kimgadir yordam berish orqali yanada shakllantirsak bo'ladi. Bo'lmasa misol hozir bularga men yordam bermay o'tib ketsam, bular ham ertaga momentda qolib ketadi, bular ham ertaga hech kim yordam bermaydi. Lekin mana endi bu videodan keyin bular aniq kimgadir to'xtab yordam beradi. Xuddi mana shunday yo'l bilan yana bir-birimizga hurmatni, bir-birimizga bu nima deydi, yordamni qilsak bo'ladi. Allohga rahmat. Assalomu alaykum Andijon. Yaqinlarim, birodarlarim dedi. Andijon video ko'rsatib tepada. Mana Andijon shahriga kirib keldim, xudo xohlasa. Sog' salomat kirib keldik. Moskvaga tortib ketdik bu akalarni manzillariga yetib qoldik. Ajoyib. Ba'zilari yetib keldi akalar. Ularni qoldirib, mana endi sal yurganmiz endi nasib bo'lsa.